har doim TikTok kirmoqchi bo'lganingizda VPN'ni alohida yoqish yoki o'chirish joningizga tekkan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Endi VPN'ni alohida yoqishni yoki o'chirishni hojat yo'q, chunki TikTok kirganingizda VPN o'zi yonadi. TikTokdan chiqqaningizda esa avtomatik tarzda o'zi o'chadi. Bu komandani qanday to'g'ri sozlash mumkinligini hozir sizga ko'rsatib beraman. Buning uchun birinchi navbatda App Store'dan AdWords programmasini ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin qiladigan ishimiz komanda приложениесini kiramiz bu yerdan. Avtomatizatsiyani bosamiz. Novoy avtomatizatsiyasi kirib turib, bu yerdan приложениеga kiramiz. Keyin TikTokni tanlaymiz bu yerdan. Готов. Открытие qilgan bo'lish kerak. Bu yerdan dalini bosamiz. Bu yerdan AdWords VPN topamiz. Birinchisini tanlaymiz. Keyin bu yerdan bosamizda немедленный запуск qilib qo'yamiz. Готов. Ya'ni plus bosib yana bitta yaratib olamiz. Приложение. Bu yerdan TikTok tanlaymiz yana. TikTok готов. Endi закрытыйni bosib qo'yamiz, открытыйni o'chirib qo'yamiz. Немедленный запуск tanlab turib, dalini bosamiz bu yerdan. Endi AdWords topamiz. Ikkinchisini tanlaymiz. Bo'ldi, tayyor. Endi bemalol TikTok kirsak bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin mana. Chiqishimiz bilan VPN o'chadi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, TikTok ko'p kiradigan do'stingizga yuborib qo'ying.